arxitektura bo'lgan bilan ozgina bosh sohalarga ham burnimizni artib turamiz edik. Dumimizni qilayotgan edik. Shu yerda mana bu yerga polni отопление sistema yig'ib ketishgan. Zo'r chiqibdi lekin mana umumiy uyga hamma отоплениясini mana shu joyga sig'dirishdi. Buni biz eshik bilan eshigini qilib yopib yuboramiz. Devorni ichiga kirgizgan edik. O'zi bu yerda boshqa mo'ljal edi. Mana shu oxir gaplashdik, tiqadigan bo'ldik. Devorlar chiqib turishi maksimum hozir 12-11 sm atrofida. Usti yaxshi ishlabdi. Ikkita nasosimiz bor ekan. Bittasi to'pli pol uchun, bittasi umumiy uy uchun nasos qo'yib yuborilgan. Realizator narsa shkop ichida bo'lib qolgani menga ma'qul emas. Buni alohida joyga qo'yish kerak, chunki mana ichida baribir suvli joylarda bu yerlar. Imkon bo'lsa mana shuni alohida qo'yib yuborish kerak edi. Santimga okalarimiz bor, baribir videoni ko'rishadi. O'ziga baribir bu yerda ichi qanaqa tuzilgan, qanaqa yaxshi qilinganligi ular baribir bilishadi ko'proq. To'pli pol bo'yicha rosa ko'p savol berishgan edi oldin. Pol hamma joyga bergan yaxshi, lekin afzal emas joylari ham bor. Maslahat bermaydigan joylarimiz bor. Misol uchun mana kirish hollarimiz, garderoblarimiz, sanuzillar ichiga, hollarga qilish kerak bizatini. Spanlilarga odatda maslahat bermayman. E'tibor bergan bo'lsanglar, to'pli pol bor xonalarda bitta o'tirib ko'raylik uzoq vaqt. Misol uchun masjidlarda e'tibor bergan bo'lsanglar, odamlar sal odam bunaqasini o'ynatib yuboradi, yuragini o'ynatib yuboradi. Sababi o'sha teyladan tinmasdan suv berib turgani uchun yoki iliq havo berib turgani uchun shunaqa holat bo'ladi. O'shaning uchun odatda spanlida radiator bilan chiqib ketgan afzal, lekin umumiy xona territoriyaga qolgan joylarga bergan ma'qul. Va detskiy xonalarda ham spanlida maslahat bermaymiz o'rtoqlar.